Aziz bolajonlar, men sizlarga bugun Nosir rivoyatini so'zlab beraman. Bir kuni Sulton Sayin Baykora vazirlarim, Navbat sultonim, menga dunyodagi eng arzon narsani keltiring. xo'p bo'ladi sultonim. Unga quchoq-quchoq gul keltirishibdi. Buyuringiz sultonim. Men aytgan qiz bu emas. Ikkinchi kuni qana bir munjoq keltirishibdi. Buyuring sultonim. Men aytgan qiz bu ham emas. Vazirlarim, Navbat sultonim. sizlarga 3 kun muhlat ichida topshirang. Bo'lmasam hammangizni jazoga tortaman. Xo'p bo'ladi sultonim. Vazirlar o'ylaydi. Navoiyning oldiga borib, Assalomu alaykum hazrat Navoiy. alaykum assalom. Kelinglar, o'tiringlar. Sizlarni qanday shamol uchirdi? Sultonimiz dunyodagi Boshla. Sultonimiz dunyodagi eng xushbo'y ko'rinadi istabdilar. Nima maslahat berasiz? Nima qilsa ekan? Sizlar saroyga boringlar. Men bu ilojini topamen. Alisher bilmay dehqonning oldiga boribdi. Assalomu alaykum dehqon bobo. Va alaykum assalom hazrati Navoiy. Sultonimiz dunyodagi eng xushbo'y xatni ko'ngillari istabdi. Nima maslahat berasiz? Tandirdan yangi uzilgan nonni olib boringchi. Boshla. Otam menga shunday deganlar. Dunyodagi eng xushbo'y Hit. hadi. Tandirdan yangi uzilgan Non hidida der. der edilar. Rahmat. Rahmat sizga dehqon bobo. Navoiy xursand bo'lib bir savat non bilan saroyga bordi. Saroyda non tutib hammaning dimog'ini eslatib yuboribdi. Assalomu alaykum sultonim. Va alaykum assalom Alisher do'stim. Ko'nglimni topibsizda. Ko'nglim narsani istayotgan edi. Rahmat senga Alisher. Vazirlarim, Navbat sultonim. dehqon saroyga keltiring. Xo'p bo'ladi sultonim. Assalomu alaykum. Shohim. Va alaykum assalom. Vazirlarim, Navbat sultonim. dehqonga bosh oyoq sarpo keltiring. Xo'p bo'ladi sultonim. Rahmat shohim. Shu bilan Nosir rivoyatimiz o'z nihoyasiga yetdi.